yerga qarab turib shu darajada xizmatimni qilib bergan, har safar ko'chaga chiqqanimda sen uchun butun vujudim bilan ishlab kelay. Mana o'sha fitrat. Mani hislatimni ko'rmoqchi bo'lsa. Agar ro'paramda fitrati esdan chiqib qolgan erkakka o'xshab tortishadigan ayol bo'lsa, men o'zim bilaman nima qilish kerakligini. Shunchaki ikki og'iz so'z bilan baxtli bo'l, ishlaringga rivoj deb turib dalishda davom etaman. Men erkakman. Menda bunga immunitet shakllanib bo'lgan. Ya'ni nimaga? Yo'qotishga. Yo'qotish hech qachon erkakka og'ir kelmaydi. Esimizni tanibmizki yo'qotamiz. Oddiy narsa. Bizni sovuqqonlikka yo'yadi-yu. Shunchaki yo'qotib o'rganib qolganmiz xolos. Yo'qotish ayolga og'ir keladi. Ulardan ko'p narsa so'ralmaydi. Shunchaki fitratingni ushlab ber, men erkaklik hislatimni qo'yib beraman. Ko'chada charchab kelganimda menga nimaga charchadingizni so'rama. Shunchaki vasстановление bersa yetadi. Yo bir trendga chiqib ketgandagi temalarda gapirdi-yu, erkak ayol uzr so'ramaydi, boshqa so'ramaydi. Причем bu yerda uzr. Ani videoyimni ko'rgan bo'lsanglar, ertalab salom bersa yetadi. Hech kim bir-biridan uzr so'rashga обязан emas, akmal. Uzr shart emas. Salom berish kerak, hurmat qiladi. Agar hurmat qilmaydigan bo'lsa, erkak kishi hurmat qilinmagan joyda eng высший sort любовь bo'lsa ham ketadi. Eng cho'tki sevgi bo'lsa ham ketadi, u hurmat talab qiladi.